Qo'chqor izlagan obunachilarimizga Qo'chqorlarda haqiqiy yirik giga variantlarni yetib kelgan. Hurmatli obunachilar, videoni yerinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Mana shu Qo'chqorlarni sizlarga chiroyli qilib video obzorini qilib beramiz akalar mana. Soni so'rab akalar, 1 metrga yaqin Qo'chqorlar ham bor akalar. Xudo xolasa, quloqlari 20 chiqadigan Qo'chqorlar ham bor. Yerinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa sizlarga chiroyli qilib video obzorini qilib beramiz. Mana akalar, quloqlari ham uzun-uzun, mana bunaqa shalpon quloqlardan akalar. Akalar, mana shuni qulog'i 20 ekan, xudo xolasa. Assalomu alaykum qo'ychorva ishqibozlari, hurmatli obunachilar va bizni muntazam kuzatib kelayotgan aziz aka-ukalar. Akalar, xudo xolasa bugun video syomkalarimizni biz sizlar uchun xudo xolasa Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shahan qishlog'ida olib boryapmiz. Akalar, video yoqsa bittadan like tugmachasini bosib, kanalga obuna bo'lmay ko'rayotganlar obuna bo'lib, xudo xolasa qo'llab-quvvatlab tursangiz, mana shunaqa qo'ylari, zo'rlari chiqqanda xudo xolasa sizlarga birinchilardan bo'lib yetib boradi, xudo xolasa. Akalar, bugun xudo xolasa do'stimiz Ilhomjon chaqirdilar. Mana shunaqa zotga qo'ylarda haqiqiy zo'rlardan bor ekan. 5-6 partiya xudo xolasa chiqarib beramiz vaqtimiz yetganicha. Akalar, xudo xolasa like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xo'p, xudo xolasa akalar, erinmay oxirigacha ko'rib turasizlar. Zotga hammasi bugunga chiqadigan qo'ylar, xudo xolasa. Erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Ilhomjon, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Murodjon aka, yaxshi yetib oldingizmi? Yaxshi, rahmat. Sog'lik yaxshimi? Rahmat. Xohlasa Qo'chqorlarda qora barjonlardan terilgan bugunga. Qora panteralardan ketdi-ku. Qo'zlari bor. O'zlari ham bor. Erinmasdan ko'rib turishadi. Xudo xohlasa zo'rlaridan bor Qo'chqorlar. Joningiz sog' bo'lsin. Xudo xolasa bugun necha partiya qo'y chiqarib beramiz? 7 partiya chiqaramiz. 7 partiya. Ha. Mana obunachilar erinmasdan oxirigacha ko'rib turasizlar. Xudo xolasa bugun 7 partiya atrofida qo'ylar chiqargan, xudo xolasa. Xo'p, birinchi partiyamizga xudo xolasa qo'yimizni o'zingiz qisqacha ma'lumotini berasiz, xudo xolasa. Undan uyaga obunachilar qiziqqanlar bo'lsa telefon qilishaveradi. Qo'yimizni tishlari mana ko'rsatinglar. Ikkita tish. Ikkita? Ikkita tish. Xudo xolasa mana qo'yga qo'shsa bo'laveradi. Qo'yga qo'shgani yetib o'tirishmaydi. Qo'yga qo'shgani tavsiya qilasizmi, xudo xolasa. Akalar, mana yaqindan sizlarga ko'rsataman. Tonlari ham juda chiroyli, mana quyoshda yiltiraydigan variantidan akalar, xudo xolasa mana. Orqa boshlari mana dumba razrez ham akalar. Oxirgacha mana. Mana. Xudo xolasa dum-pum aralashmagan akalar, xudo xolasa. Tepadan ham mana sizlarga ko'rsatib beraman. Nihoyatda chiroyli akalar, xudo xolasa. Qirg'iziston Bishkekdan keltirilgan ekan. Ha, Qirg'iziston qo'ylari. Qirg'izistonda qo'y ekan akalar mana 45-20 mana. Birkalarda turibdi akalar, xudo xolasa. Qo'yimiz 2 tishi. 2 tish ekan, xudo xolasa 1 yosh endi bo'pti. Mana egizlari ham bor. Mana egiz sumonlari ham bor ekan akalar, xudo xolasa. Tushlariga alohida ahamiyat berasizlar. Tushlari ham, oyoqlari, kastaklari haqiqiy baquvvat, moshina ekan akalar, xudo xolasa. Qo'yga qo'shgani, xudo xolasa tavsiya qilaganlar. Bemalol xudo xolasa olib, bolalarni olib ko'paytirib yurasizlar. Xo'p, yeb-ichishdan muammosi yo'q, sinab oldingiz. Sinovdan o'tdi, xudo xolasa uyaltirib qo'ymaydi. Qo'yga ishlashlari ham yaxshi. Hamma yo'q garantiyani berasiz. Garantiyasi 1 hafta, borib bemalol sinab olishaveradi. 1 hafta bemalol sinab olishadi. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, 1 hafta bemalol yedirib ichirib o'rgansizlar. Xudo xolasa qo'ydi haqiqiy yiriga zo'rna boqaman deganlarga mana bu videoda jo'natib ko'rasizlar, xudo xolasa. Akalar, kelib ko'raman desangiz, lokatsiya ham tashab berishadi, lekin qo'y nihoyatda yirik narsa lekin. Kelib ustida ko'rsalaring, yonib qolasizlar. Ilhomjon, metrimiz bo'lsa, shuni bo'yini o'lchab bersak, keyin qo'yavering metrda. Mana akalar, yerdan balandlik akalar mana. Mana chiqqaniga bu so'rasizlar akalar, xudo xolasa. 90 mana bu yer turibdi akalar. Mana. Xudo xolasa, Ilhomjon shuni eniga ham bitta tashlab qo'ying, bo'y uzunligiga. Mana. Akalar mana 1 metrdan oshiqroq ham ekan. Xudo xolasa. Qo'chqor haqiqiy zo'r mana. Xudo xolasa, qo'ydi ishlashlariga ham javobni beraman dedilar, haqiqiy sinab ko'rasizlar 1 hafta. Xo'p, narxi nima deymiz buni? Narxi bu 14 million. 14 million so'm. Xayri sunnati bor. Dastlabkilarimiz Samarqandgacha. Samarqandga chiqib berasiz dastlabkicha. Qolgan viloyatlarga chiqsa, so'rasa-chi? Nima deysiz? Qolgan viloyatlarga. Qolgan viloyatga so'rasa kelishamiz. Kelishasiz? O'zbekiston bo'ylab bor. Samarqandgacha 14 million ichida. Undan uyog'ini kelishilgan holatda qilinaveradi dastlabki. Xayri sunnati o'tib ketasizmi yoki telefon qilgan odamga o'ziga o'tasizmi? Telefon qilgan odamga o'tib beraman. Telefon qilishaversin. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, 14 million so'm narx aytilyapti, xudo xolasa hech kim aytganiga sotmaydi. Aytilgan summalar muhim emas. Bemalol aloqaga chiqib, xudo xolasa talash tortish olarasizlar. Xo'p. Savdolashib, xudo xolasa ishlaringni bemalol bitirasizlar, xudo xolasa. Hamma yo'q akalar, xudo xolasa 1 hafta garantiyani beryaptilar.
Xo'p, keyingi partiyalarga o'taveramizmi? Ha, o'tamiz. Akalar, bizda endi ikkinchi partiyamizga ham qo'chqorda haqiqat zo'rdan akalar, xudo xolasa. 20 orgacha ko'rib turasizlar, xudo xolasa. Akalar, umuman santimetr ham yungi yo'q ekan, yungilari olib qo'yilgan ekan. Akalar, razvedkadagi alohida ahamiyat berasizlar, oyoq kenglik mana juda chiroyli mana. Tepadan ham sizlarga ko'rsataman. Tepalari ham mana nihoyatda chiroyli mana. Managa ozgina narsa emas, haqiqiy sportivniy holatda ekan akalar. Xudo xolasa mana bu tomonlardan ham ko'rsatib qo'yay sizlarga. Juda chiroyli mana. Yuzlari mana. To'tiqushga o'xshar ekan. Garbonoslarga ham alohida ahamiyat berasizlar akalar. Garbonoslar ham juda chiroyli. Mana tushlari nihoyatda chiroyli ekan. Xo'p, buni chinda ko'rsatib qo'ying. Bu ham ikkitaga endi yuryapti ekan, a? Ikkitaga endi harakat qilib chiqaryapti. Ikkitaga endi harakat qildik akalar. Xudo xolasa. Xo'p, sinab oldingiz. Yebisdan muammosi yo'q buni. Yo'q, muammosi yo'q. Bir hafta sinab olishaverib. Bir hafta akalar garantiyasi bor ekan, bemalol sinab olarkansizlar, xudo xolasa. Qo'yga qo'shgani buni ham sizlarga tavsiya qilamiz. Lekin qo'yda haqiqiy zo'rdan ekan mana. Xo'p, buni ham bo'yini o'lchab bersak, keyin mana akalar, yerdan balandligi mana chiqqaniga akalar pul so'raverasizlar mana bemalol, xudo xolasa. Qo'yda haqiqiy zo'rdan boqaman deganlarga bu videoda yozib qo'yasizlar akalar. Qo'yga alohida ahamiyat berasizlar mana. Razrez akalar mana dum-pum hech narsa aralashmagan mana. Qo'yimiz nihoyatda chiroyli mana. Xudo xolasa. Xo'p, buni qolgan ma'lumotlarni telefon qilgan odamga o'zingiz berasiz. Buni narxi nima deymiz? Narxi 12 million. 12 million so'm. Xayr sunnati bor, telefon qilishaveradi. Telefon qilishaveradi. Dastlabkilarimiz O'zbekiston bo'ylab bor. Samarqandgacha 12 million ichida. Undan uyog'ini kelishaveramiz. Samarqandgacha 12 million so'm xudo xolasa aytishyapti narx. Undan uyoqqa xudo xolasa kelishaverasizlar, o'zlaringiz savdolashaverasizlar. Savdolash sunnat akalar. Xo'p, xudo xolasa telefon qilgan odamga chiroyli qilib xayr sunnatiga o'tib berasiz. Ha, o'tib beraman. Telefon qilishaveradi. Bo'ldi. Akalar, xudo xolasa bemalol telefon qilasizlar. Telefon qilgan odamni xudo xolasa ishlarini mana bitirib beraylik hamda. Akalar, kuzatishlar o'tinglar bizda keyingi partiya. Akalar, bizda endi 3-partiyamizga mana bunaqa qo'chqorda haqiqiy tayabidan zo'rdan akalar, xudo xolasa. 20 orgacha ko'p turasizlar. Buni chiroyli qilib yoritib beramiz sizlarga. Oyoqlariga alohida ahamiyat berasizlar. Oyoqlari ham mana nihoyatda baquvvat mana. Molda oyoqdan qavligini qaranglar. Hop, to'nlari ham akalar simjun. Quyoshda yiltiraydi mana variantda akalar, mana xudo xolasa mana. Orqalariga alohida ahamiyat berasizlar. Orqa boshlari ham mana tik dumba akalar. Qanaqa osilib salqin dumba emas akalar, osilib ketmagan. Mana. Hamma tomonlama sizlarga qator ko'rsatib yoritib beryapmiz akalar. Mana akalar, yuzlari ham nihoyatda chiroyli mana. Oldini qaranglar mana. Zo'r. Tushlariga ham alohida ahamiyat berasizlar. Tushlari ham nihoyatda chiroyli, go'zal. Xudo xolasa mana. Qo'yga qo'shgani buni ham sizlarga akalar tavsiya qilamiz. Xo'p, tepadan ham narsa ko'rsataman. Tepadan ham xudo xolasa. Qo'y og'ir narsa emas akalar, sportivniy holatda. Qo'yga qo'shgani buni ham tavsiya qilamiz. Shalpon quloq olgan akalar mana. Quloqda ozgina yeni bor ekan, lekin qulog'i ham bir 20 atrofida chiqib olsa kerak. Xo'p, uni tishini ko'rsatib o'ting shuni. Hali qo'zichoq ekan, ha? Qo'zi bu hali. Hali qo'zichoq ekan jonivor. Lekin qo'y pasti nihoyatda katta ekan akalar, xudo xolasa. Qo'ydi, lekin ishqoziga bu jo'natib qo'yasizlar, lekin qo'y kichkina narsa emas akalar. Kelib ko'rsalaring, xudo xolasa ustiga yonib qolasizlar. Ilhomjon xudo xolasa yebisdan muammosi yo'q, uni sinab olding. Yo'qdan o'tdi. Xudo xolasa yoltirmaydi. Yoltirmaydi. Ularga kirgandan keyin bir hafta sinab olishaveradi. Qo'yga qo'shgan tavsiya qilaverasiz? Qo'yga qarashi, hamma narsasi joyida. Hamma joyida. Yoltirib qo'ymaydi. Joningiz sog' bo'lsin. Ilhomjon buni ham bo'yini bitta o'lchab beramiz, keyin narxi o'tamiz. Mana akalar, yermasdan ko'rib turasizlar oxirgacha. Yerdan balandligi mana akalar. Mana. Oxiri chiqqaniga bu so'rasizlar akalar. Bo'ldi hamja. Murodjon aka, biz bo'yini aytmayapmiz. O'zlari videoda nechta olishaveradi. Ha, shunga? Ha, nechalik ko'rishsa, shunga olishaveradi. Ko'rishsa olishaveradi videoda. Bo'ldi. Xohlasa akalar, mana quloq tashab turishlarga alohida ahamiyat berasizlar. Quloqlarni ko'ring mana, simjunligini mana. Simjun variantni akalar, xohlasa qo'yib olaman degan ko'klarga tavsiya qilamiz. Xo'p, Ilhomjon buni ko'p cho'zmaylik, narxi nima deymiz? Narxi 11 million. 11 million so'm. Telefon qilishaveradi. Xayr sunnati bor. Xayr sunnati bor, xudo xolasa. Akalar, xudo xolasa 11 million so'm narx aytilyapti. Samarqandgacha dastlabki yetkazib olib berishadi. Xo'p, xudo xolasa telefon qilishadi, xayr sunnatiga chiroyli o'tib berasiz.
Ha, o'tib beraman. Telefon qilishaveradi. Telefon qilgan odamni ishini bitiramiz. Bo'ldi, joning sog' bo'lsin. Akalar bemalol aloqa ochib qo'rasizlar, xudo xohlasa ishlaringizda bitib ketadi. Tuzatishda davom etinglar bizda keyingi partiya. Akalar bizda endi keyingi partiyamizga mana bunaqa qo'chqorda haqiqiy noyobidan akalar. Erinmasdan orqacha ko'p to'slang, bundan chiroyli qilib yoritib beramiz. Ilhomjon xudo xohlasa buni ham yeb muammosi yo'q, sinab olgansiz. Sinovdan o'tgan. Xudo xohlasa qo'yga qarashda hamma yog'i sinovdan o'tgan. Hamma yo'q sinovdan o'tgan, xudo xohlasa. Yoltirib qo'ymaydi. Yoltirmas ekan, lekin akalar quyoshda to'lanishiga alohida ahamiyat berasiz. Tushlariga. Tushlarni qaranglar, tushlari ham nihoyatda chiroyli. Tushlari ham mana irqib chiqib yotibdi mana bu tomonga. Mana yuzlariga ham alohida ahamiyat berasiz. Yuzlari, quloq boshlari but-butun mana akalar, xudo xohlasa. Ozgina ini bor ekan akalar. Xo'p. Xudo xohlasa akalar, mana orqa razrezini ham ko'rsatib beramiz. Orqa razrezi ham akalar beligacha ekan. Jonivor. Odam qo'liga tushmagan ekan, bu Ilhomjon. Birinchi marta tushyapti. Shunga tisib turibdi. Tisib turibdi, qo'ya. O'zini holatini ko'rsatgani yo'q. Mana akalar, tisib turibdi. Qo'yadi, ushlab video qilyapmiz. Akalar nimagaki qo'ylar odamning qo'liga tushmagan ekan. Keyin uni ustiga issiq bo'lganligi uchun kallasini yeb olishammikan. Shuning uchun akalar sizlarga hamma yo'g'ini yoritib beryapmiz akalar. Qo'ldan kelganicha xudo xolasa. Hatto kamchilar bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Ayollarga alohida ahamiyat berasizlar. Ayollari nihoyatda baquvvat, sportivniy holatda ekan, qo'yga qo'shgani buni ham tavsiya qilaver ekanlar mana. Zo'rdan ekan xudo xolasa. Xo'p, yebisdan muammosi yo'q dedingiz. Buni yosh oylik qanaqa ekan buni? Mana qo'zidan tekshirga endi chiqaryapti. Endi yoryapti ekan, endi yoryapti ekan. Endi yorib chiqarishni boshladi o'zi. Akalar endi 14 oylik bo'libdi. Zapaskasi ham zo'r buni. Haqiqatdan mana akalar, endi haqiqiy o'sha yeydigan, o'sha yemlaydigan, yemni qancha bersangiz ham ko'taradigan mahalga yetib kelibdi. Ha, yetib keldi. Mana akalar, xudo xolasa qo'yga qo'shgani buni ham tavsiya qilaveramiz akalar, xudo xolasa. Zo'rdan mana akalar. Akalar mana sizlarga hozir bo'ybasidan bir o'lchab ko'rsatamiz. Mana yerdan balandligi mana akalar chiqqaniga xolasa. Ilhomjon buni narxiga ko'taramiz. Narxi nima deymiz? Narxi 10,5 million. 10,5 million. Sunnati bor. Xo'p, buni ham Samarqandgacha ketaveradi. Ha, dastlabkilar hammasi Samarqandgacha. Undan yog'iga ham bor. Kelishilgan holatda dastlabkamiz. Bo'ldi. Akalar bemalol aloqa chiqarasizlar, xudo xolasa ishlaringni bitirib berishadi. Xudo xolasa hech kim aytganini sotmaydi. Bemalol talashib tortishib olaverasizlar. Kuzatishdan o'tinglar bizga keyingi partiya. Akalar bizda endi keyingi partiyamizga mana bu qo'chqorda simjun variantidan yerim oxirigacha ko'rib buni ham sizlarga chiroyli qilib yoritib beramiz. Akalar alohida ahamiyat berasiz toniga, toni mana quyoshda yiltiryapti. Quloq oshi ham but-butun ekana. Nar tomoni bitta ko'rsatib qo'ying menga, nar qulog'ini ham. Menga. Qulog'i ham, eni ham ellik mana but-butun ekan akalar. Sizlarga mana yaqindan ko'rsatib beramiz sizlarga. Shalpon quloq ekan akalar. Lekin quloq but-butun ekan. 20 chiqib qoladimikan? Ilhomjonmi qulog'i? Shunaqa. 20 atrofida chiqib qoladi, bir qaracha. 20 atrofida. 20 atrofida akalar chiqib qolar ekan, xolos. Yoshlarga ham ko'rsatib qo'yaylik tishlarini. Mana jana ikki tish ekan bu. Ikki tish qo'yiladi. Bugunga faqat ikki tishlar chishyapti akalar. Mana bitta qo'zishdi. Xo'p, to'shlarga alohida ahamiyat berasizlar. To'shlari ham nihoyatda chiroyli akalar, xudo xolasa. Samый главный akalar qo'chqorda zo'rlardan chishyapti mana. Razrezi ham juda chiroyli akalar mana. Razrezi ham mana. Zo'r mana. Oyoq kiyimlariga alohida ahamiyat berasizlar. Qo'y mana quyoshda yiltirab, tovlanib turibdi akalar. Xudo xolasa qo'y qo'shgan sizlarga buni ham tavsiya qilib qolamiz. Quloqlari akalar 20 atrofida, 20 chiqsa kerak, bir qori chiqdi. Ilhomjon xudo xolasa yebishda muammosi yo'q, sinab olgansiz. Sinab olishaveradi. Biz ham sinovdan o'tkazib qo'ydik. Qo'yga ishlashi ham yaxshi ekan. Mana akalar, xudo xolasa qo'yga ishlashlari ham yaxshi ekan. Mana ikki tish bemalol yana xudo xolasa yedirib ichirib sinab olasizlar bir hafta xotirjam. Xo'p, Ilhomjon buni bo'ybasini bitta o'lchab beramiz. Keyin narxiga o'tiramiz. Akalar mana yerdan balandligi mana chiqqan akalar pul sanaverasizlar. Xudo xolasa. Xo'p, Ilhomjon buni narxi nima deymiz? Narxi 10 million. 10 million so'm, ha? Xayr sunnati bor. Telefon qilishaveradi. Telefon qilgan odamni xursand qilib, ishimiz ham bitadi. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Ilhomjon ikkita olganlarga nima deysiz? Chiroyli o'tib berasizmi xayrini? O'tib beraman. Ikkita olsa ancha o'tib beraman. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Agar xudo xolasa aloqa chiqarasizlar, hop 20 ta 30 ta qo'yib aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Sora mana ular kashtanda haqiqiy zo'rdan, yergilardan chapdi akalar xudo xolasa. Havas qilib, like tugmachasini bosib, qo'llab-qo'llab turasizlar akalar. Uzatishdan davom etinglar, biz endi akalar keyingi partiya. Keyingi partiyamizga ham mana qo'chqorda haqiqiy noyobidan zo'rdan mana bunaqa quyoshda yiltiradigan variantlarda. Akalar qo'ylar bugun haqiqiy zo'rlardan, noyoblardan chiqyapti akalar. Xudo xolasa like bosib, qo'llab-qo'llab tursalaring. Mana shunaqa qo'ylarni xudo xolasa chiqarib charchamaymiz. Xo'p, Ilhomjon xudo xolasa buni ham sinovlarni o'tgan.
Ha, sinovdan o'tgan hamma qo'ylar emas. Hamma qo'ylar sinovdan o'tgan akalar, xudo xolasa sinovdan o'tkazib, Ilhomjon mana reklamani qilyaptilar akalar. Xudo xolasa kimga yo'qsa, talashib tortishib olaverasizlar akalar. Xudo xolasa Ilhomjon mana ishlaringni bitirib beradilar. Tushlariga alohida ahamiyat berasizlar akalar. Oyoqlari ham mana bunaqa baquvvat kassalar. Nihoyatda baquvvat akalar. Quloq-boshlariga ham alohida ahamiyat berasizlar. Quloq-boshlari ham but-butun mana. Qo'chqorning haqiqiy zo'ridan. Ilhomjon, tishini ham ko'rsatib qo'ying. Mana, bu ham ikki tish ekan jonivor. Bugungi mana qo'ylardan haqiqiy zo'rlardan chiqyapti. Razryadlariga alohida ahamiyat berasizlar. Razryadi ham nihoyatda chiroyli mana. Xudo xolasa qo'yga qo'shgan tavsiya qilaverasizlar buni? Ha, qo'yga qo'shgani zo'r bo'ladi. Qo'yga qo'shgani akalar Sportni holatda. Sportni holat- qo'shaveradi o'zi. to'g'ri akalar borib qo'yga qo'shib yuborasizlar mana. Xudo xolasa qo'ylarni bemalol eplaydi. 20-30 ta qo'ydan xotirjam eplayveradi. Xo'p. Hop, yosh oyligi shu ikki tishda ekan akalar. Xudo xolasa haqiqiy yemni ham ko'taradigan, qo'yga qo'shadigan mahallaga yetib kelgan akalar Xudo xolasa. Yosh variantida mana. Mana orqa boshlari ham akalar osilib ketmagan. Ikki dumba akalar mana. Ikki dumba mana ayru dumba akalar. Jonivor qaranglar. Hayda sho'x ekan. Mana. Haqiqiy zo'rdan quyoshda yiltirab turibdi mana. Ilhomjon buni bo'ybasini bitta o'lchab beramiz. Mana akalar yerdan balandligi mana. Yani chiqqaniga tushunasiz. Qo'y yana ham ozroq pisib turibdi, lekin xudo xolasa bo'ylarini ham ko'rdilaring mana akalar. Xudo xolasa. Yebishtonma mamosi o'dinglar. Bir hafta bemalol xotirjam sinab o'ragansizlar. Ilhomjon bu narxi nima deymiz? 9,5 million. Bu 9,5 million so'm. Xayr sunnati bor, telefon qilishaveradi. Xayri sunnatiga xudo xolasa o'tib berishadi. Bemalol aloqa chiqarasizlar xudo xolasa. Sportivniy holatda mana. Qo'yga qo'shgani tavsiya qilishaverar ekan mana xudo xolasa. Telefon qilishadi xudo xolasa xayri sunnatiga chiroyli o'tib berasiz. O'tib beraman, telefon qilishaversin. Bo'ldi, joningiz sog' bo'lsin. Akalar, bizni kuzatishni davom etinglar. Xo'p, bundaga partiya qo'yimiz bormi yana? Bitta aksiyaga bitta qo'yimiz bor. Yana bitta oxirgisiga. Akalar, yana bitta qo'yimiz bor ekan. Oxirigacha ko'rib turasizlar. Akalar, bizda endi so'nggi partiyaga mana bunaqa qo'ydi. Noyob bo'lar ekan akalar. Tonlariga alohida ahamiyat berasizlar. 1 sm ham yungi yo'q akalar. Yunglarni olib ishlovlarni berib qo'yilgan ekan. Quyoshda yiltirab turibdi mana haqiqiy zo'ridan mana. Orqa boshlari ham nihoyatda chiroyli. Qo'y ozgina pisyapti, lekin akalar to'g'ri tushunasizlar. Qo'yga tushmagan qo'ylar ekan. Oyoqlariga alohida ahamiyat berasizlar. Oyoqlari nihoyatda baquvvat, moshni ekan. Mana. Quloq tashlab turishlariga alohida ahamiyat berasizlar. Quloqlari ham nihoyatda uzun shalpon quloq variantidan ekan akalar. Tushlariga alohida ahamiyat berasizlar. Tushlari ham juda chiroyli mana akalar. Tushlari ham zo'r ekan. Hamjon tushlari ham. Chiqqan tushlari. Tushlari ham zo'r ekan mana akalar. Oldidan mana ko'rsatganman sizlarga. Quyoshda yiltiraydigan variantdan ekan. Hamjon tishini ko'rsatib qo'ying shuni. Mana. Bu ham ikki tish ekan jonivor. Ikki tishga endi chiqaryapti ekan. Mana. Akalar, xudo xolasa qo'yga qo'shganini ham tavsiya qilaverasiz? Ha, qo'yga qo'shganim zo'r qo'y. Sportni holatda olib borishsa, qo'ylarni xudo xolasa qochqisi kelmaganiga ham oshib berib qochiradi bu qo'y. Mana akalar, xudo xolasa qo'yga qo'shganini ham bemalol tavsiya qilishaver ekan. Qo'yda haqiqiy zo'ridan mana. Xudo xolasa quyoshda yiltiraydigan variantidan ekan. Xudo xolasa o'zlaring boqib, xudo xolasa uzoq yillar boqib yuraman degan aka-ukalarga videoni jo'natib qo'yasizlar. O'zlaring xudo xolasa olib tarbiyalaverasizlar mana. Haqiqiy yosh variantidan bu ham akalar. Xo'p, xudo xolasa Ilhomjon buni ham bo'ylarini o'satib beramiz, o'lchab. Mana akalar, yerdan balandligi mana. Chiqqan akalar, ko'rsataverasizlar xudo xolasa. Bo'ldi, Ilhomjon ko'rindi. Xudo xolasa, yebishdan muammosi yo'q. Bir hafta bemalol yedirib ichib olishaveradi. Sinab olishaveradi. Hamma narsani akalar garantiyasi bor, hamma qo'yiladi. Xudo xolasa sinovdan o'tgan. Uyaltirmaydi, bemalol yana bir haftadan yedirib, ichirib sinab olasizlar bemalol. Qo'yga ishlashlariga ham garantiyani mana berishyapti. Ilhomjon buni video so'ngida narxi nima deymiz buni? Narxi o'zi 10 million qo'yish kerak. Aksiya dedimi? 9 million so'm. Xayri sunnati ham bor. Xayri sunnati ham bor. 9 million so'm. Xayri sunnati ham bor. Telefon qilishaveradi. Akalar, xudo xolasa 9 million so'm narx aytilyapti. Yana xayri sunnatiga o'tib beraman deyaptilar. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Xudo xolasa Ilhomjon ishlaringni bitirib berishadi. Akalar, videolarda xato kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Akalar, kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lsin. Hammaning chorvasiga Alloh baraka bersin. Akalar, video yoqqan bo'lsa, bitta like tugmachasini bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Kelgusi videoda ko'rishguncha xayr, sog' va salomat bo'lsin.